Assalomu alaykum. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Amonovich. Sizga murojaat bilan chiqyapman. Men Samarqand shahar Tayloq tumanida tug'ilganman. 65-yil 28-aprelda tug'ilganman. 5 nafar farzandim bor. Katta o'g'lim Dijumayev Xushnud Baxtiyorovich 86-yil 2-avgustda tug'ilgan. O'g'limni 20-yil 18-sentyabr kuni uyimizdan olib ketdi. 21-yil fevral oyida unga hukm chiqardi. Sud bo'ldi. 6 yil 6 oy. Navoiy shahar 4-jazoni ijro etish koloniyasiga olib ketdi. U yerdan Navoiy shahar 5-zonaga bo'ldi. 4 yil u yerga turdi. 8 oy 5-zonaga. Hozirgi vaqtda 11-turmaxona Navoiy 11-turmaxonasiga 1 yillikka qo'ygan. 24-oktyabr kuni uzoq muddat uchun kelinim, nevaram men kirdik. Uni ayanchli holini ko'rib yotishga turolmadim. Men qaytib chiqdim. Jog'lari shishgan, quloqlari bilan o'tirolmaydi. Men qaytib chiqdim keyin. Ön oyoqlarida o'tirolmaydilar, ön qovurg'alarida shish bor. Ön oyoqlarini bosolmayaptilar. Bu yerdagi ichki tizimlari yomon ishlayotgan ekan. Xo'jayinimga azob berishyapti. 4-zonada ham shu ahvol edi, 5-zonada ham shu. Qiynoqlar to'xtagani yo'q. O'zlari 5 yildan beri ularning qo'llarida bo'lsalar ham haligacha qiynoq davom etmoqda. Sizga anchadan beri murojaat qilaman. Biron marta murojaatim inobatga olingani yo'q. Men 24-oktyabr kuni xo'jayinimning oldilariga kirgan bo'lsam, 27-oktyabr kuni u yerdan chiqdim. Keyin 28-oktyabr kuni yo'lga chiqib 29-oktyabr kuni murojaat qilish uchun sizni oldingizga murojaat qilib Toshkentga bordim. Ariza qoldiraman desam, arizamni ular olishdi. Endi o'qib javob qaytarishadimi yo'qmi bilmayman. Shuning uchun sizga murojaat qilyapmiz. Murojaatimizni inobatga olasiz degan umiddamiz. Hozir xo'jayinimning ahvollari yaxshi emas. Qo'limda yosh bolam bor. Qayerga chiqishni ham bilmaymiz. Kimga murojaat qilishni ham bilmaymiz. 5 yildan beri murojaat qilaman, bir xil javob. Siz hissiyotga berilasiz deyishgan. Hissiyotga berilish unaqa narsalar bo'lmayapti. O'z ko'zimiz bilan ko'rib, hozir o'g'lim ham 3 kundan beri temperatura qilib mazasi yo'q. Dadasining holati yaxshi emas edi, bu qo'rqib ketdi o'g'lim. 3 sutkalikdan chiqdik. O'zi 1 yillikka berilgan bo'lsa, oilamizdan uzoqda hozir 5 yildan beri qiynoq bir xil. Din bo'yicha bo'lgani uchunmi bilmadik, qayerga borsak ham bizning murojaatimizni hech kim inobatga olmaydi. Din bo'yicha deb hamma bizni cheklaydi. Hamma narsadan cheklovdamiz. Hammaga mumkin, bizda mumkin emas. Faqat shunaqa bizda. Murojaatlarimizga inobatga olib, xo'jayinimga urmasdan, mayli biz norozi emasmiz. 6 yil berishdi, 6 oy. Hech narsadan hech narsa. Sudimizni ochmoqchi edik, отказ berishdi, sudni ham ochishmadi. 5 yildan beri men Toshkentga qatnash bilan ovoraman. Lekin 5 yil bir xil javob. Bironta javobim boshqacha bo'lmaydi. Biz tekshirib ko'rdik deydi, lekin tekshiruvga ham hech kim bormaydi. Borib so'rasak hech kim kelmagan. Shunga murojaatlarimizni inobatga olib, o'zingiz bir tekshirib ko'rasiz degan umidda sizga murojaat bilan chiqyapmiz. Iltimos. Endi din demasdan, nima demasdan birinchi marta shuni ham oldingi holat emas deb biz eshitgan edik sizni orqangizdan. Uyimizga ham o'tira olmaymiz. Dan xodimlari ertalab demaydi, kech demaydi, kelib eshikka urib
Shunaqa qilgandan men hozir o'g'lim bilan birgalikda ayamni uylariga bordim. Shu yerdan bu narsalarni ko'rmasin o'g'lim. Bunaqa qiynoqlarni ko'rib, faqat nimalarga kirib shularni ko'rmasin deb hozir vaqt ayamni uylariga qatnayapman. Shunga murojaatlarimizga qarab, shunga chora ko'rib berasiz degan umidda sizga murojaat bilan chiqdik.